Bizning qonimiz sen uchun ey yurtimiz bo'lsin feda bu jonimiz qon kechib ham jon berib hozir qurtuldi do'stlik qurtulishqa qalbimizda bor edi imonimiz orzularning janglaring o'chmaydi tarix bitirdi nasli hali jangovar yazalım avlodimiz chekdi jon ham oqdi qon bo'ldi yovdin yal aman yaşasın yaşasın güzel istikbalimiz yaşasın yaşasın parlansın istikbalimiz. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar, Jasorat Mo'minga xush keldinglar. Bugun Varis muallim bilan bo'lgan savol-javob programmamizning 3-chi qismini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum hurmatli Varis muallim, salomat yaxshi turibsiz? Va alaykum assalom, yaxshi o'zing yaxshi turdingmi? Yaxshi, Allohga shukr. Biz siz bilan savol-javob shaklida ko'pchilikdan kelgan savollarni so'rab keldik. Bugun 3-chi qismi. O'tgan qatam 11 bitim to'g'risida biroz to'xtalgandingiz. Bu 11 bitim Uyg'urniki taqdirini o'zgartirgan bir 11 bitim. Hammamiz shu 11 bitimniki kelib chiqsalar qattiq qayg'u cho'mamiz. Endi ikkinchi jumhuriyat, bu ikki jumhuriyat ichida davom qilgan vaqti eng uzun, ta'siri eng kuchli bo'lgan bir jumhuriyatdi. Bundan nurg'un qahramonlarimiz o'tirg'i chiqqan bo'ldi. Haqiqiy Xitoyga jonma-jon, qonga qon elishib, Xitoyga Uyg'urningki naqadar kuchli bir millat ekanligini tititib qo'ygan bir jumhuriyatdi bu. Nurg'un shiyatlarimiz bor, ammo Xitoyni shu adolatsiz bo'lsa-mu 11 bitimga imzo etishga majburlagan bir jumhuriyat. Biz qanday shu ikkinchi jumhuriyatga aylansa oldi bilan bulardagi mustaqillik ideyasidan so'yinamiz. Ya'ni davlatimizning bayrog'ini ko'tarib, vatanning xalq ko'p qismini ozod qilib, butun Sharq Turkistonni ozod qilishga oz qolgan Urumchini Manas daryosida to'xtab qolmay Urumchiga besib kirgan bo'lsa, balki vatan butunlay ozod bo'lib qolgan bo'lardi. Ya'ni shunday bir mustaqillik ideyasida bo'lgan ahvol uzun jiq ko'rilmagan bizda, shu beso'langan mezgillarda. Ammo ba'zi yuz bergan hodisalar shu jarayonda odamni yana gumonlantirib qo'ydi bularniki mustaqillik ideyasining kuchligidan. Masalan, o'tgan qatim siz tilga oldingiz, Xitoylar bu bizniki jumhuriyatniki vakillari bilan muzokara va boshqa ishlarga birga kelganda, sen davlat bayrog'ini ko'tarib kirmaysan, iznikingni taqab kirishga bo'lmaydi degan talabni qo'yganda, biznikilar ma'qul bo'lgan. Ya'ni bayrog'imizni ko'tarolmadik degan gap mustaqillikdan derak bermaydi bizning irodamiz degan gap. Bu jiqsizlik vaqtida Sovetniki besimi bor dedik, Xitoyning ilmiy fikrlari bor dedik, xalqimizniki shu ovoz qo'shishimi bu mustaqillik ko'rishiga ikkinchi jumhuriyat mezgilda eng kuchli bo'lgan. Ammo qandaqdir yuqorida men tilga olgan misollardan yana sal gumonlanib qoldi odam bularniki haqiqiy mustaqillik irodasidan.
ya'ni qonga qon, jonga jon deb shu qadar shehid berib o'tirg'a chiqqandan keyin bu mening bayrog'im. Ben kötürüp kirmesem bu yerga kirmeyme deyiş gerekti. Az bulmagan Uygurlarning nazarida. Bu şekilde siz tarixchimizdan azroq bir javob bag'imiz bor. Mushu voqealardan bularniki haqiqiy mustaqillik irodasidan bize gumonlanishga bo'lamdi. Bu yerda bu 11 bitimni imzolashga majbur qilgan narsalar nima deganni oldi bilan tushuntirish kerakchi. Asli Sovet ittifoqi bizni bular Sharq Turkistondagilarni shu Xitoy kommunistlari bilan bular Xitoy Cumhuriyeti bilan bo'lgan ba'zi munosabatlarda bizni qo'llandi, foydalandi. Masalan, bizning xalqimizni o'rgutlab, o yerda bir necha maxsus bilingan odamlarni bizning vatanga akilib, ashlarga vatanning mustaqilligini orzu qiladigan odamlar bilan uchrashtirib, buni bir puxta pishirib maslahatni-chu, keyin endi bu yerda portlash oldi tug'an bir volqondek xalqning g'azab nafratini yuksalgan bir vaqtda bo'lgan ekan. Bizning xalqimiz istiklam örgütlenip, ondan kendi şu komandanınki armiyasını, askerlerini yenip, şu Golcudaki komandanın asas harbiy bazasını manetçi koruşaş arkalık ahire tamamen bitçit kıygandan keyin bu cumhuriyetini ilan kılış şartı oluştu. Şundan asli bunun da hem de kural yarak olsun, bir kısım planlamada olsun Sovet İttifakı'nınki adamlarınınki nimisi var. Bu yerda hem de bu işte şu Sovet İttifakı İlhan Töredek haqiqiy vatanparvar aşhaqni qo'zg'aydigan shu haqqa shu madad bera oladigan shundoq haqiqiy mustaqillikchi odamlarni ishontirib bu Cumhuriyetning beshiga kelishiga nima qilgan, hamda shuni sharoit yaratganda hamda bu Elxon Töreninki hayotini o'qiydigan bo'lsang, bu odam o'z vaqtida shu Sovet Ruslarning mustamlikasiga qarshi turgan, keyin ularning turmushini yetib, keyin oxiranki bizning vatanga kelib, vatandimi shu xalqninki ahvolini ko'rib, shu xalqning hurmatiga erishib, o'zi aynı zamanda tibobatchilikni qildi ekan, o'zini o'qigan, yetishgan odam bo'lg'achqa, notiq odam bo'lg'achqa xalqni yaxshi vaz nasihatlarni qilib turgan ekanda, shu Sovet Ittifoqi hamda shunda bir odamdan foydalangan, o'tgandan men degandek bu odamni shundoq hozirgi vaziyat shunga uygun kelgachga bizning mustaqil bir cumhuriyet qurishimizga bular qaytilga o'xshaydi degan ulardan bir ishonch, umid paydo bo'lgan. Shuning bilan bu qisqa vaqtning ichida bizning xalqimiz qahramonlik ko'rsatib, tasavvurdan ko'proq bir muvaffaqiyatga erishib, milliy orduni qurib, bu g'alabaga nima qilgandan keyin bu Gomundan belki patpırak olup gitti. Hatta Gomundan şu vaqtda Gomundan Nanjing hükümeti Sovet İttifakı'na itirazdan bulundu. Hatta onu xalqaro nimaga shikoyat qilgan degan gapim bor. Masalan, bu yerdagi isyonchilarni qo'llab Sovet İttifakı Jungo'ningki, ya'ni atalmish shu vaqtdagi Jungo'ningki ichki ishlarga aralashdi degandek narsalarni kötürüp çıkan. Şu anda Sovet İttifakı bu İlhan Töre'ni kıstıgan. Yani
buni müşer to'xtatib turib biz sizlar Xitoydan ayrilib mustaqil bir devlet kurumuz demey shu Xitoy bilan kelishib bu mesele bir nem qilinglar yani nemisi aslida bir muhtariyet şekilde bo'lsimi bo'ludi deb shu kelishimga asli Ilhon To'rani zo'rlagan degan ma'lumotlar bor. Shuningla bilan Ilhon To'ra buningga unumay bu xalq qon to'kdi, bu xalqga bu mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q deb u odam chin tug'andan keyin oxiri andan keyin bu odamni asta bir kechidilam shu vaqtda shu Toshkentdagi Sovetning munosabatlik rahbari siz bilan ko'rishadigan deb shu vaqtda G'o'ljidagi konsulga chaqiriblam bu yerdan bu odamni akitidi. Chunki bu odam bu so'zlashmaga yanaşmaydi shu. Bo'ldi qilinglar shu Nanjingdan bir heyet keldi. Shu heyet bilan ko'rishib bu masalani bo'ldi qilaylik deganda Ilhon To'ra va uningki odamlari rad qildi. Chunki ularda hamda mustaqillik ideyasi botida hamda biz mush fursatdan foydalanib Sharq Turkistonda bir mustaqil bir jumhuriyat qurmaymiz degan niyatda bo'lg'achqa ular bilan bu suhbat o'tkazishga ko'z yetmagandan keyin oxiri Sovet ittifoqi bu odamlarni va buni qo'llaydiganlarni yo'q qilish orqali Sovet ittifoqida uzun mazgil tarbiyalangan shularninki ideyasida shu bolsheviklarning nimalarida ta'sirida biraz nima qilgan odamlardan endi bu jumhuriyatga Ilhon To'raning o'rniga hamda bularni akildi. Bularning başida Ahmetjon Qosimov bor, uningdan boshqa Sayfiddin bor, Abdukerim Abbosovlar bor, bir necha odamlar bor. Bularning bir qismi tamoman shu Sovetda yetilgan Sovetninki nimasi bilan ideologiyasinin ta'siriga uchragan odamlar hamda ba'zi odamlar hamda halqiliq yerdagi odamlarni elitib uning o'rniga shu yo Sovet ittifoqida yetishgan Sovet ittifoqining kontrolidagi odamlarni qo'ydi yoki bo'lmasa shu Xitoyning nimasiga yuksak muxtoriyat hiç bo'lmaganda yüksek bir muhtariyatni bo'lsin alayli deydigan uzul kesil Ilhon To'radek mustaqillikchi emasda shunda bir nimaga nima qilsa ma'qul deydigan odamlarni asta shu muhim yerlarga saplab nima qildi va bularga ichki jihatdan bu Nanjing hukumati qattiq bu siz ular bilan o'tirib bir suhbat qilishinglar kerak deb bu bularni zo'rlaydi ekan. Shu vaqtlarda endi ba'zi ma'lumotlar qaraganda bular qanday bo'lib ketdi bu mustaqillik uchun xalqimiz shundoq urush qildi, badal to'ldi. Biz hech bo'lmaganda Sovet sotsialist jumhuriyatiga o'xshash bir sotsialistik bir davlat bo'lsa qursak degan fikrlarni muzokara qilgan deydi hamda shuning nemisda lekin Sovet ittifoqi bularni oxiriga shu indek keltirgandan keyin Nanjingga xabar berdi hamda Urumchiga kelib suhbat o'tkazib qilsa bo'ladi shu sharoit hamda pishib yetildi degandan keyin Jangjeshi o'zining xos adami bo'lgan Jangjujuni vazifalarida shu sen shu suhbatni sen mas'ulsan sen nima qil deganda bu odam o'z vaqtida Ilhon To'ra uch afandilarga maktub yozganda taklif qilib unamagan emasmi bu qatim hamda shu afandilarni keyiniga selib Jangjujun Urumchiga keldi va shuning bilan bu suhbatga hamda balki qarshi chiqqan odamlar bo'lishi tabiiy ammo ularninki berish nimasi yo'qda shunga bular biz xalqning vakili bo'lgandiki jumhuriyatning beshidagi odamlar shular bo'lgandiki
çokum nima qilish kerak deb mustaqillikdan hergiz yanmanglar deb o'zining Sharq Turkiston ko'k bayroqliq ay yulduzliq nimalarni pagonlarni endi taqab evatgan ham bag'anda unda chunki ular xalqning irodasiga qarshi harakat qilsa xalq ularni qo'llamaydi-da u yerda Evet. nima bo'ldi shunga endi bular shunda borsa aniki o Jang Jejong ve onun nimeleri, heyetleri bunu kabul kılmaydı. Bunu biz kabul kılmayız. Sizler bularni chiqarib o'tib nima qilishinglar kerak deb majburlaydi. O buni nimani ko'rsatadi desang, ular o'zi huquqlamaydi. Ya'ni sen meningki nimam emas, ma Turkiyada muhatap deb qo'ymiz. Aha. Sen mening bilan o'tirib tampanglagan bir saviyang yo'q, salohiyatligim yo'q deganlik asli uchu. Unda bo'lgandan hamda bu yerda Sovet Ittifoqi mayli qanday tehdit qilsin, chunki ba'zi suiqasdlarni qiladi uchu Sovet Ittifoqi bilan G'arbiy Turkistonda nurg'un vahshiy qatliamlarni qildichu bu yerdagi Turkistonchi mustaqilchilarni o'ttirib ularni asosan bir yerga olib bo'lgandan keyin bularda har xil vosita borda bularda ilm mikr har xil tahdid bor shunga bular oxiri bu 11 bitimga nima qildi chunki o'zida bir mezgil yetishgan Moskvalarga beribdikan ba'zilari masalan Toshkentda bularning mingisini jo'ygan odamlar borda hamda Toshkentchilarmi deb qo'ydi-ku bu Şundan tarixda shuni bilan bular kelgan bu yerda sening savolda deganim hamda ya mustaqillik ya o'lim deydigan ya'ni Turkiyadagidek ya istiqlol ya o'lim degan mandaq bir ideyada hani belki ichida boshqa amal yo'qmi shular o'tirib so'zlashib balki bir qo'limizga bir narsa kelsa hech bo'lmaganda yuksak muxtoriyat bo'lsinmi olmasak bo'lmaydi matrafda sovet tursa atrofda bu xitoy tursa bizni yaşatmaydı deb oxiri shuningga sal bosh aytgan ahvollar bor hamda buni nima uchun ya istiqlol ya o'lim deb shu vaqtda nima qilmadi manasga kirib shu manasda o'tab bayroq mustaqillik e'lon qilsa bo'ladi deydigan odamlar qarshi ba'zilar deydi u vaqtlarda bunday Sovet Ittifoqining besini tursa shu vaqtda ularning boshqa chorasi yo'q deb ularni oqlaydiganlar borchi. Ama bu yerda ham sen degandek Elixon Töre'ga o'xshash bularni mayli o'ttasam o'tda biz istiqlolimizni qo'ldan bermaymiz. Biz bu qonni bekorga to'kdik, biz mustaqillikdan voz kechmaymiz degan bo'lsa ve bir de üç efendiler şu Elixon Töre'nin teklifi bilan vaqtida G'o'ljaga yetib kelib kuchini birlashtirgan bo'lsa Uyg'urlarning belki o vaqtida dushmanlimi amalsiz kaldı. Bizde Uygurlarda bir gap var o candan keçmegiçe cananga yetken olmaptı dep. Yani gerekirse candan keçiş gerekti de hem dünyada. Zaten O, candan o keçip masaya otur, o. halk kıldı onu, kahramanlarımız kıldı onu. Ama Ha. o hakiki mustaqillikni yaqinlaydigan bo'lsak u yerda tangpung bo'lmagan adil bo'lmagan o sohbatga çünkü u yerda Sovet Ittifoqi buni tayyorlab berdi bu zaminni shuning bilan Sovet Ittifoqi bosh konsulisining nimasi bilan Jang Jeshi xabar qildi Jang Jeshi anandan keyin Jang Jojongni chaqirib bu ishni shuningga berdi ya'ni bu yerda Xitoy mening muhatabim Sovet Ittifoqi sen degan nimitdan degandek Allohga ko'z kelmadi ularni o'zi bilan teng huquqliq deb qarmadi chunki Sovet Ittifoqi ularga besim qilgandan keyin shuning bilan bular o masada o'tadi ba'zi kelishimlar nima qilolmay masadan qo'pab ketib 6 oydek vaqt surdi bu ama oxirida Xitoyning hamda bu yerda shu Sharq Turkistondagi milliy mustaqillik harakatlarini ve milliy kuchni bo'lish uchun qilgan bir o'yin edi bu. Üç efendiden kelib vaqtliq hukumatda bularga görev verib nimadiki Sharq Turkiston Jumhuriyatidagilar bilan qarshi keltirib qo'ydi-da. Şu hamda bu yerda hamda men hamda deyman shu nimaga o'tmaslik kerak ekan. Bedel to'lamaguncha bir narsa bo'lmaydi-ku. Shu vaqtlarda
Sovet İttifaqı bilan Xitoyga qarshi Amerika yoki bo'lmasa Angliyadek boshqa g'ayri davlat demokratik davlatlarmi bu jihatda mayli Turkiyami tabii Turkiya aran vaqt o'zining dardi bilan chunki ikkinchi dunyo urushiga kirmay shu mavjud holni saqlab qolish uchun ham u yerda chunki kuchli bir Sovet tahdidi borda shuni Turkiya aralashmadi uningga g'arbliklarmi bevosita qo'l tiqolmagandan keyin shu ikki Jahongir davlatning nimasi bu odamlarmi bo'yin egib shu 11 bitimga qo'l qo'ygan. U 11 bitimni tadqiq qilsam Mesut Efendining Nanjingdagi hukumatga sungan takliflari asosan o'xshab ketadi. Ama Xitoylar hiçbir zaman amal qilmadi ki onunla. Asas hiçbir zaman onun amal qilmadi. Çünkü Xitoylar aslında o kahramanlıklarını ko'rsatgan va butun shu nimalarni elib Xitoyning Gomindanning hokimiyatini G'oljida 3 viloyatni tamamen tozalab nim qilganlar bizning asosan Uyg'urlar va ular bilan birga nim qilgan shu yerdagi Qozoq va boshqa mustaqillikni yoqlaydigan xalq asosan bu ishning g'olliq urush qilgan shu G'oljidagi qahramon xalq. Yani bular bu bedelini töle diyor, lekin o xalqqa vakolatan nima qilganlar bu xalqaradagi bu hilimikir tozaqni bosib o'tolmadi, oldinib ketdi desak bo'ladi endi. Kim nima desa desin, ama o bir tarixiy bir xato bo'ldi. Ondan keyin asta şu mustaqilligimiz Bekar tinchlik bilan ozod bo'ldi deydi. Amaliyotda bizning xalqimiz jiq bedel to'ladi, inqilob qildi. Oxiri shu butun nimalarni tinchlik bitim 11 bitim imzolangandan keyin shu fursatdan foydalanib xalqning mustaqillik irodasini sundirishga tirishdi. Uni yoqlaydigan odamlarning bir qismini o'ldirdi. Hatta keyin Xitoylar 70-80 yillargacha 3 viloyat inqilobi deydi ku. Bizning milliy inqilobning ichida asosliq vazifada bo'lgan odamlarni shu asta o'tirib tugatdi. Madaniyat inqilobi degan harakatdimi asosan bular shu Imonov, Nadirov, Usmonov deb shu vaqtlarda yetilgan bir qism odamlarni inqilob jarayonida madaniyat inqilobi degan nima bilan amaliyotda shu vaqtdagi shu milliy kuchning qoldiqlarini shu qilib qolganlarini sirib hammasini asosan yo'q qilib etdi. Bizning Uyg'urlar o'zimizni ozki. Hamda bir ikki bo'lsa mayli tarixdan bo'layotgan hodisalardan, qirg'inchiliklardan dars olmaydi ekanmiz. Masalan, İkinci Cumhuriyet'te şu Manas Deryası'na geldi. Xitaylar jalaq titrep Ürümçüdümü, qaç Ürümçüdün kolyelerine kaçıp Ürümçüdümü boşap qalğan Xitay'mı azda qalğan. Eğer Sovyetning ta'siri, besimi, yana Stalinning bir nimasi demay qoldi, ko'say bo'lgan ekan, qo'ral bo'lgan ekan. Mishagiz keptoq. Shu qadar qurbon beribdiq. Hocamning Stalinning og'ziga qaramay biz qo'limiz ko'say bo'lgan ekan, o'zimizga ega bo'laylik deb bir besibli kirib ketgan bo'lsa, Urumchiga vatan ozod bo'lgan bo'lsa, mana bugungi kunda bizmi chet elda Norvegiyada sarson bo'lib musofir bo'lib yurmaydiq, o'zimizning yurtida qo'limizdan kelishicha bola tarbiyalab va yoki vatanimizga o'z to'pimizni qo'shib yashagan bo'ladiq-da. Demek çoğunun bizde zaten Mustafa Kemal'deki bir lider çıkmaydı şöyle Uygurlardan. Kaçanlık arasa şu azıraklı bir menfaatini görüp la milletten çok menfaatini unutup kaldıgan. Hatta ikinci Cumhuriyet'teki de koldu köseyi turup şu Manas Deryası'na kep toktap kaldıgan. Hazır mı bana şu namus kılmaya şu lagerlar işlegan dekin o Yahudilerin kırgınçlığı nerede kaldı? Onun neçesi kırvat oluyor bunu. Ama hazır mı namus kılmay Xitay bilen bir şirada oturmaz, sohbet kılmaz. O müstakillik emas bizge hakiki hukukumuzni bilse, avtonomiyasini bilse, namımızını kol koysa, öz tilimizni paranglash qilib qo'ysa bo'ldi deydigan Uyg'ur muazzamasi qo'shlar meclis guruh men
milletçi, Uygur'un sarxili, mutaxassisi, yani nimisi, yani biz nimisi dep jürü. Aşı koydum Uygur. Şuna özümüzde çoğun mesele var ki dep kalıvermiş eğer şu tarihini xulasılasam. Belki sizden bu okşaşırak göz karşınız olsa gerek. Hem de qara illet düzelmek için millet düzelmeydi degan bir gap bor. Bizning milletde mundaq bulg'unish bor yo'q emas. Çünkü bu 200 yılga yakın, yani hatta 1755 yılı Mancular birinci kıtım besip girgenden başlap hesaplasang, şundan kim bizning büyük bir rahat yaşagan vaktimiz bo'lmadi ki zaten Şarkı Türkistan'da Uygurlarning. Şu jarayonda nurg'unlagan kahramanlarımız, vatansuyarlarımız, nurg'un Şarkı Türkistan'da emas, hali çoğun devletlerini başkurup gitterligidek adamlarımız mı çıkmadı emas, çıktı. Lekin halkımız uzun mezgil mustamlikede yaşagan bo'lg'achqa qulluq ideyasi nihoyatda kuchli oldu. Bir de fevkalade korkutup etti. Çok Xitoylar Uygurlarni vahşi bir şekilde öldürdü. Yani o yürekiga o'tkazib yutib qoldi buni. Yani şimdi halk hareket qilmadi emas qildi, chiqmadi emas chiqdi. Mesela şu Sabit Damallam deymiz, Memtili Ali Tevfik deymiz. Nurg'un adamlar chiqdi qira. Şu 40-30 yıllarda mı çıktı Mahmud Muhitla, Maksud Muhitla, şu vaqtlarda nurg'un yana o'qimishliq adamlar chiqdi. Lekin bu uzun mezgillik mustamlikiden dolayı bu xalqni yetaklaydigan, xalqni ang bilan biladigan bir sistemimiz yo'q-ku bizning. Çünkü mustamliklar şu o'zining ishiga yaraydigan adamlarni nim qildi. Çünkü o mustamlikchilarga eng ko'p yani şu yerlik ishbirlikchilar, xoinlar o'zining manfaatini deb aşılaga bizni setib etgan xoinlar bacho. Şu an bu yerde eğer bir millet qutuluman desem de ben burunma örnek verdim. Mesela Türkiye'ni örnek verdim, nimini Finlandiya'nın örnek verdim. Yani umumyüzlük topyekun bir seferberlik buluş gerekiyor. Çünkü onu kılışın için sen şunda vatanperver adamlar ne bir yere ekilişin için hem de aşağıda bir şunu nim kılalaydıgan bir kadro da koyumuz, bir lider gerek. Bu liderle çaresiz kaldı. Ya ki olmasa o liderlerinin keyinden mağdagan halk bulmay kaldı. Çünkü halk eğer zulümler bilen ta Mancular vaktidan tartıp vahşi şekilde öldürülüp, dumbalanıp halkının nimesiga sınıp ketkenligi bu qo'rqinchlik nimelik. Bizlar ma shu nim qilgan vaqtda, o'qiydigan vaqtda hech qanday odam bir jasorat bilan ma vatanni ezeldan beri biz yashab kelgan manda deb yuraklik bundaq deyolmaydi. Shu biz u yerda shu bazı adamlardan anlap deb o'zimiz tushunib yetib oldik. Yani demekçi oğlum manda ahval aslida bu milletni yetaklash, mustamlik aslida yaşagan milletni yetaklash pek qiyinchu. Bunun bir nimere, bunun ichki ve tashqi bir sharoit shakllansa, masalan deyli, eğer xalqaro devletler, çoğun devletler, dünyanın ki nimisde tesir güçlü devletler, bu Xitaylar eğer bu yani yutup alsa, bu yerde Xitaylar texmi güçlünüp Orta Asya'dan ta ki Avrupa'gacha bek güçlü bir imperiyaga aylanıp kalsa, hemimizge bu palaket bugün Uygurlarning yaşığını eti bizning faciamiz buludu deb qarab, hamda bu yerde Xitayni tizginlaydigan bir karar bo'lsa, çoğun devletler Uygurlarning ichida hamda
yok emas. Ötkendimi köydün ayna. Yaponiyada aşı bir Uygur ailesininki de çıkan Uygurçunum yaxşı sözlerken o karındaşımız. Arifiye degan bir qarindishimiz aşilada aşında okup yetişip Yaponiyadagi bir devlette tashqi ishlar ministrligida ishlatmamdi yordamchi bo'lib. Uningdan boshqa Yevropadami, Amerikadami, boshqa Turkiyadami hamda shundoq bu jihatda xili yetishgan odamlar bor. Yani Uyg'urlar hamda haqiqatandami bu jihatda tirishchan bir millat. Ama bu Uyg'urlarninki ammavi asası maalesef vatanda mı yok, chet elda mi yok. Şuna mesela şu devlette muvaffaqiyat qozonganlar şu devletning nimasi uchun ishlab ketyapti hozir. Ham bir yerda şu men Uyg'urman, vatanim shunda bo'ldi. Lekin vatanim uchun bir ish qilib bilaman deb ichiga YouTube dadini bizga o'xshash yashayotganligi jiq. Ammo vatanning sirtidagilarga qarsang ahvol bu. Nada şu can bakanmayotgan adamlar yoki bo'lmasa monopol qilganda hamda bular. Ticaret qilgan unda odamda hamda men avvalgi gapimda asoslig'i nimaga pek ichim echidi deganda birsi ikkinchi jumuriyatning davom qilgan vaqtini ayt uzun 44dan 49gacha davom qilgan ham xalqniki bu mustaqillik urushiga qatnashish nisbati nihoyat yuqori bo'lgan. Shimolda emas, janubdagilarmi qo'zg'algan. Ya'ni shu qadar asosi botida, shu qadar yaxshi fursat bo'lgan. Vatanni butunlay ozod qilishda bunday yaxshi fursat bo'lib boqmagan bizga. Ham qo'limizda qurol botdi. Ammo nihoyat afsus tarixdan shu izchil yeb qolayotgan dumbani yana bir qatim yeb Xitoyning aldamxatisiga, yana birisining aldamxatisiga tushib, qo'limizga Qur'onni Xitoyga tutqizib qo'yib, qulib o'ttirdik. Mana bir kun, bugungi kunda lagerlarga kirib, qo'yni kalini so'ygandek so'yyapti endi. Bu yerda yana bir qiziqarli yeri shu hamda shu ikkinchi jumuriyatning asosli liderlari atalgan 7 liderga deyman. Ashlar hammanglar kelsa Beijingga yig'ina tushsa desa, to'ptira aeroplanga chiqadi ekanmiz. Aeroplan degan narsa osmonda uchadi. Xatar olib qolish tormozga to'xtab birdan dama qilinmaydi. Bir xatar olib qolishi mumkin. Bir qismimiz bo'lsin qap qilib turli vatanda bir qismimiz berib qolgan gapni gap depasak bo'ldi-ku. Demaylar hammasi chiqib aeroplan qazosi bo'ldi dedi. Shuni ularni yo'q qildi. Bu nihoyat ro'shanki bir siyosiy o'yin Xitoyniki. Xitoy va Rossiya orasidagi, Sovet orasidagi. Undan keyin xalqimiz orasida har xil gaplar bor. Ammo masalan ularni shu Sovetga olib borib, Toshkentda yoki Moskvada bir mezgil qiyin qistoq qilib, 60-yillarda o'tiribdi degan gaplar bor. Bu Rossiyaniki arxivlari palon yilda bir oshkorlanib mangadi ekan, 10 yil dedim, 20 yil dedim aytaverib. Koni tarixni oshkorlab mangadigan bir odati bor ekan. Bu vaqtda bir ofisial, ya'ni hukumat tarafdan bir uchur anglamadik. Hem siz bir tarixchi bo'lish bitingiz bilan bu vaqt cho'qim az bo'lmagan uchurlar bilan uchrashdingiz. Bu vaqtda sizdan bildiganlaringiz qanchalik? Ham bu to'g'riliq, hamma endi har xil ko'z qarashlar bor. Ham biri u nimaga Xitoyning siyosiy kengash yig'iniga qatnashidi deb tanlangan odamlar zaten Sovet İttifakı bekitken Mao bilen Stalin özüre görüşüp maslahatlashgandan keyin shular bekitgan adamlar. Bular hamda şu bir milliy inqilobni qilish orqali qurilgan bir cumhuriyetning hamda beshidagi adamlarda mesela Ahmadjon Qosimi şu vaqtdagi Cumhurbaşkanı bo'ldi-ku, mesela şu. Keyin bu adamninki o'zan bilsa Elxon Turi ketgandan keyin biraz Sovet İttifakı'nınki o Ahmadjon Qosimi kelgan vaqtda Elxon Turining o'rniga bir qism kadrlarni saplagan vaqtda Sovet İttifakı'nınki ta'siri kuchli bo'ldi. Şuna bularni hamda Sovet İttifakı'ning nimasida ayirib qarashga bo'lmaydi.
Tushundingmi? Şuna bu adamlar asosan shu qurilgan bir bedel to'lab qurilgan cumhuriyetning beshiga ekib kelgan insonlar shu vaqtdagi Sovet ittifoqininki tamomila boshqurishida va kontrol qilishi bilan chaqirildi u yerga. Chunki kimni chaqirib, kimni qanday qilish, uning ichida Ahmetcan Qasım bor, Abdukirim Abbasov desang, Abdukirim Abbasov kommunist Xitoylarning vakilleri bilan ko'rishgan u tam milliy bir mustaqillikchi adam emasku u. Ahmetcan Qasım'ı şu Sovet İttifakı'nın uzun mezgil şüvelerde tuğan bunu ben ötkendim dedim. Ahmetcan Qasım'ınki ayalımı Ahmetcan Efendi'ni esleyimi dep onun hayatını nimqigan, onun sabdaşları ve Ahmetcan Qasım doğruluk kitap yazgan, Ziya Semiydi okşaş adamlar. Şu vaqtlardaki tarixning şahitleri nurgun materyallar var. Ölçerek şekilde bular nurgun çıktı. Hem de demekçi oğlum meyli müstakillikni tam yakılısı yoki bo'lmasa boshqalarga suli tarafdori olsun ama hükümetin beşideki adam fevkalade muhimçi. Onu almıştırıp etkendan keyin zaten iş yerde bozuldu. Hem bu adamlar hem de keyin şu Sovet İttifakı bilan görüşüp bularning kontrolü bo'lgandik. Çünkü Sovet İttifakıning yardım bo'lmasa Xitoylar bizning u yerni mumkin emas, alamaydi. Çünkü Xitoylar asosan yengilgan o Komünistik Partiyaning adamlarini Kızıl Ordu'nu şu Stalin ayrıpılar evetip, maşinlarını evetip, şu ses çapallı bilen, aç yalıngaç adamlarını yötkep şu ekkep demez mi? Sovet İttifakı ekkep Şuna hem demek oğlum şu şeraitini yaratıp bergen şula. Şuna bular hem de bu adamlarını çıkıp adelik nimenin beşini elbette de hem de hükümetin beşi de mınkımısa o nimelerdeki delil kan. Sakbek'nin ki kanda adamligini, nerede terbiyelengenligini Mentil Efendi diyen kitapta nait yaxşı terbiyelepti. Umma Sovet İttifakı'nın aşağı nimege yerleştirgen adamı o adamın kelip çıkışlarını okusan hamma narsani bilgini buldu. Çünkü aşı öz vaqtida 37 yıldaki büyük kırgınçılıkta roğlagan adamlar beslen bular. Keyin ma 44 yılı ma inqilab bo'lganda şappadı bu yer keldi bular u hükümetning beşide asaslık adamlar bulup aldı hamda bularçı. Yani demekçi oğlum bu Sovet İttifakı bekitken adamlarni Almuttaga bunun mahbi tutadiki, onun oyunuga işte ornuga bular vakalat nime sebebini koyap ağlarını hiç kimge nime kılmay onun bir mınç Uygurlu bağ onun içinde Ahmetcan Qasım'ın ki özel nimesi var, katibi var, başka nimeleri var. Onun içinde hem delik yette adam diyenin içinde bir tane Xitayım var ya yani o hem de şu Sovet İttifakı bilen Mao'nun arasında Xitaylar çünkü komünistler içki uğraşta komandanı yenip komandan asas Tayvan'a çekilip hem de komünistler Beycan'ı egellep hem de Xitay Halk Cumhuriyeti'ni ilan kılışının aldığı bulatqa işler o bu hem de. Bu mesela şu vakta kadar şu vaktki vaziyetinin takazası halkının nimesi bilen bizning aşı g'olji taraflar resmiy bir mustaqil davlatda bo'ldigan narsalar bo'layotgandi. Masalan, maktablar ochilib, tibbiy nimasi va bilsa shu vaqtida ochilgan. Har xil maktablar ochilib, armiya nimalar qurilib, hamma narsa resmiy bir davlatning nimalari aşağıda sinaq qilinib, xeli nim qilgan. Başarılı bo'lgan, yani muvaffaqiyatli bo'layotgan. Buni Sharq Turkistonning hamma yeriga yeyish tabii ki mumkin-di. Lekin bularni xalqning kuchlik arzusini hamda uni nima qilish red qilinmaydi-da 11 bitim imzolagan bilan, yani ayadiki nima xalq Xitoylar u yerga 49-yilgacha shu bizning shimolda ulama g'olji taraflarda shu u yerga boramadiki tuzib. Keyin asta u yerni nima qildi. Şunu demekçi oğlum qara bu
adamlarni Sovet KGB'si işte Mao'nun bu cihette menençe Stalin'e yalvardı. Ondan jiq yardım aldı. Bu adamlarni şu apırıplam nim kılmadı. O ayrıpıla vakası biraz bir siyasi hile neyran o. O adamlarni aşağı sorak kıyganla bazı oçuriklarni yazgalı var. Şu vaklarda Hakim Jabbarov deydigan bir adamning muhatırları var. Sovet tarafdaki şu zaman yazışganlarning ba'zi gapleri var. Bularni apırıp Moskvada nim kıldı keyin anda nim kılıp bular bilan tampon kıldı. Bular keyin andın bularni sulab koyup ayrıpılar vakası oldu dep yok kılıp etti dedi. Anandan ki o ayrıpılardan düşken yeriga berip tekşüsüman neçe günden keyin uzun mezgillar qar kösega o'xshab qolgan tunug'un olmaydigan bir necha jasadni kelib ko'mib qo'ydi. Umi amaliyotda shumi emasmi umi bir nimachu gumonliq bir narsa u balki shularni DNA'sini içip süngeklerini tekşürse şuma emasmi chiqadi-da, ama onu kim qiladi? Yani birisi u hamda u yerdagilar hamda u ayrıpılar vakasida o'lganlar shu Sovet ittifoqining nimasi bilan Mao'ningki bilan Stalin orasidagi kelishim bilan tanlanib elib berilgan odamlar. Hamda bular Ahmetcan Qosimovninki hikoyalari bek jiq bizning vatanda, bek muloyim, xalqparvar, shunda adamati deb bek hikoyalar jiq-ku ayndan nima yoziladi. Hem bu adam keyin hem de şu Sovet İttifakı'nın yardımı bilen hiç bo'lmaganda şu komünistik bir parti bilen sosyalistik bir tüzümde bo'lsa bir Uygurlar müstakil bo'lib qolsa degan ideyaga keyin kelgan, şunu onu aynda qildi deganlar borda. Mayli nima deyishdan qat'iy nazar bu yerda bir siyosiy hili nayron bor va bu siyosiy hili nayronni planlaganlar shu Stalinning bürosi, Mao Zedongning nimasiga keyin andin bu ayrıpılar vakası bilan manda oldu deb u tamamen menimcha bu bir hili nayron o. Mening qarashim bu tehi echilmagan sirlar deymiz biz bularni. Çünkü hazırki vaziyette asli muşunu planlaganlarning bir kısmı hazırın bo'lishi mumkin Sovet ittifoqida. Lekin Sovetlar parçalangandan keyin o afsuski bu önemli tarihi materyallar to'g'risida zaten bu ayrıpılar vakası doğru mu emasmi? Zaten bu kimning o'yini bu to'g'risida bir nima yo'q. Ama men o'ylayman bunu planlaganlar çokum şu Sovet İttifakı'da, Moskova'da planladı. Bunun da ayrı plan kazası nimisini bir plan bulanın temsilen şu Cumhuriyetini temsil kılmayız dep şunun vekili süpütede tallangan adamlarını öldürüş arkalık başsız koyup hem de bu yani. Kinenden Seyfedin ne? Udul Beijing'e vardı o matrap arkalık bağımlı o Sovet arkalık bağımlı o. Arkalık aşlama udul neymiş bazı bağını bulduken o Seyfedin'dek ama Moskova neme o vakti Sovetlerinin zımına girip Kazakistan arkalık neme kılışı zaten bir siyasi bir ili neyran oldu belli o. Anandayken Seyfedin bağdı. Seyfedin üzerine böylese o Xitay Xalq Cumhuriyeti'nin kuruluşu qatnaştı. Bu tamamen şu Mao Zedong bilan Stalin arasındaki bir soda bu. Birlikte oynagan. Hem biz oylaymiz hem bu meyli Sovet parası olsun, meyli başka Xitay parası olsun. Ama sonuçta yani neticede bular şu Cumhuriyet'te netçi mınlıgan kahramanның ki kan bedeliga kelgan Cumhuriyet olgan ekan. Eğer hakiki müstakillikni yakalaydigan hiç bo'lmaganda şu yerda o'zi hoji bo'lgan egilik huquqini yani yakalaydigan bir nim bo'lgan bo'lsa hamda menimcha u nimagami aldam xaltaga tushmaslik kerakdi. U yerga bormaslik kerakdi.
Yani tamam Elxan türüni aynda eketdi aldap, geçidilam yok kılıp etti. Bulanımı aldap ayak apırıp bu uç kaşkara bunu tarih keyin çokum hem narsani açıklaydı. O. Çokum bu Sevit bilen Xitoy arasida oynalgan bir yelin ayran bu. O aeroplan kazası mı bir düzmeci bir narsa. Keyin anda o adamlarına kelip Maynur Qasımның nemisden bakin hatırlarda sonugunu olmaydigan kuyep köseyge okşap kalgan cesetine kelip muşular şu dep vay şu mu deplam yalga yavadak gaplar bilen kömep koydu onu o kim biledi o şular mı emes mi o doğruluk bir sır bu. Bu sırrını sır perdesi tehe nim bommadı. Menimce dünya biraz normal halet kilip bazı narsalar nim bo'lganda dünya tertibi biraz oңşalganda bunun nimisimi eçilidi dep qarayman. Eçilidi dep qarayman çünkü o tamamen bir Uygurlarning oynalgan yeli neyran. Hem bununla aşı rehber bo'lgan adamlarmi sebep oldu. Bağmaslık gerekti. Biz nimeni söhbet kılımız sen bilen biz miyade müstakil bir devlet kurduk. Ya cenimiz nalisa ya bo'lmasa biz bu devletimizin beşide turumuz qoğdaymiz bu Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni biz nem bo'lishdan qat'iy nazar yaşdınız desin işlem kılanmaydı çünkü halkның kolda kural vardı. Onu öttürmesi yani biz çıktı. Tabii. Şimdi ama emesmi? Elbette. Çünkü nurgun kurban berdiqda nurgun adam şehit oldu şu janglarda. Şu vatanning ozodligi uchun. Şu şiirler yazıldı o vadariha oxni teküzdük çala şu tüpeli bağrımız kallık yara. Yani anaat eçinişlik şiirler yazıldı o. Bizniki tarix adamni jig'iltishdan boshqa narsa yo'q. Endi hozirgi ahvolimizga qarasak, shu tarixni bir aqir o'rgangandan keyin bizning eskiligimiz biz shu 200 yildan ortiq mustamlikada yashagandan keyin hozir bizda na harbiy kuch, na iqtisodiy kuch, na aql farosat ishqilib jihatdan keyinda qoldik. Bunda holatda endi bizniki masalan cho'ng ishlarimiz mayli mustaqillik bo'lsin va boshqa ishlar bo'lsin. Shu cho'ng davlatniki qo'llashi bo'lmasa oson amalga oshirib bo'lmaydi ekanda. Ikki jumhuriyat jarayonidami shundoq bo'libdiki, cho'ng davlatlarning ta'siri nihoyat cho'ng bo'libdiki. Buningdan keyin hozir mustaqillik da'vatimiz o'zimizda o'qish yo'q. Qachoniki bir küçük devletler ya birden küçük devlet şu Uygur'dan faydalanıp hazır Xitoylik dünyanınki ortak düşmanı bulup kalkan günlerde muş Uygur'dan, Tibet'ten, Mongol'dan birbirinden faydalanıp Xitoyni parçalap Xitoyni acizlaştırmamız deb özünün menfaatiga yatıdığan siyasetler boyunca bizge yardım kolunu sunmasa biz yana çoğun işlerini vücudga chiqaramaydigan holatda turibmiz hozir. Bu jihatda sizning tasavvuringiz qandaroq? Mushta bir ehtimolliklar bormi? Yana bir fursat tarixiy fursatlarda mushu kuchli davlatlar, mushu Bayman degandek Uyg'urdan, Tibetdan, Mongoldan bular tarixdan qo'llangan siyosati shu-ku, bir davlatni ajizlashtirishda uning ichki dushmanidan foydalanadi. Bu millatlarning ichida eng jiqirilgan, eng qon bo'lib ketgan millat Uyg'urlar. Ya'ni ham Turkiy millat o'g'ishqa ölümde qo'rqmaydigan qaram bir millat. Shunga men shaxsan shunda bir umid o'tirman, hozir Xitoy terisiga qatmay dunyoni juda deyotgan ahvolda shu kuchli g'arb davlatlari, hatto atrofdagi Hindiston, hatto Rossiyaga o'xshash Rossiya hozir apoq-chapoq bo'layotgani bilan Xitoyning tahdidini bilib turdi. Sibiriyaga ko'z tikayotganligini va boshqalarni bilib turdi. Mushtaq fursat yana kelamizcha bizga? Hem bu bizninki vatan, bizning şu Avrasya deb qo'ydi, Avrasyaningki qalbichi, bu bizning vatanda qaysi hokimiyat tursa shu hokimiyat dunyoga meydan o'qiy oladigan kuchli bir hokimiyat bo'la oladi. Shu tarixda buning misollari ko'p. Hamda shu vaqtlardagi xalqaro vaziyatda bizning masalan birinchi jumhuriyatni bek qo'llab ketgan davlatlar yo'q. Yani
tüzük qo'llab ketgan kuchli davlatlar yo'q. Shunga istiqlom Sovet İttifaqı nima qildi? Yani ki bu birinci Cumhuriyet bayan aytgandek, o'tganda aytgandek bütün vatanning hamma yerida teng hokimiyatni nima qilmagan. Ba'lim janubda asosli batı, shimolda bek uncha nimasi yo'qdi. Keyingi Cumhuriyetmi to'liq vatanning hamma yerini nima qilmadi. Shu vaqtlarda hamda ikkinchi Cumhuriyetda Sovet İttifaqınınki hamda Xitoylar bilan bo'lgan munosabatdan dolayı ba'zi munosabatlar jiriklashgan vaqtida bizni Xitoylarga qarshi ko'z qilib bizni bizdan qo'llanib nima qildi, keyin bizni setib etdi. Bu o'yinga biz endi şu vaqtdagi yetishgan siyosiy doiralar chiqmag'achqa u qalla bekor ketdi. Yani afsuski biz mustamlikaga aylanib qoldik-da. Endi shu vaqtda Amerikaningki boshqa yordamchisi va ba'zi odamlar bu yerga bir kep tekshirib qilgan degan gaplar bor. U vaqtda hamda ular kelgan vaqtidami Uyg'urlar biz mustaqillikdan boshqa narsani istamaymiz deb hammasi birlikda harakat qilmagan ekanda. Sovetning nimasini yoqlaydigan Sovetning hokimiyati ostida shu G'arbiy Turkistondagi respublika bo'lsak bo'ldi deydiganlar ekan. Xitoyning mustamlikasida biz yashab yuksak muxtoriyat basi bo'ldi, biz zulmga qarshi harakat qildik deganlar ekan. Ya'ni mustaqillikni ya istiqlol ya o'lim degan mustaqillikni yakalaydigan Uyg'urlar az nisbatda qoldi-da. Shuning bilan bu birlik bo'lmaganligi bularni ko'rib keyin oxiri g'arbliklar umidini uzgan. U vaqtlarda Rossiya ikkinchi dunyo urushidan keyin kuchlanib ketdi-ku va urush Stalin hamma yerga tahdid solib, keyin NATO qurildi-ku endi o'zingizsa. Stalin hozir Xi Jinpingdek shundoq hamma yerni tahdid qilib terisiga patmay qolgan-di bu. Endi u vaqtlarda endi davlatlarningki qara o'ylaydigani mana shu Uyg'urlarning keyin ko'rayotgan kunlarda ko'rdik qarindoshlarimiz, so'ydoshlarimiz degan davlatlarmi bizga haqiqatan uch qashqari egi chiqolmadi hamda. Shunga davlatlarningki mangulik do'stimi yo'q, dushmanimi yo'q. Ertaga manfaatiga uyg'un kelmay qolsa, masalan hozir men yaqinda angladimki, tekrar Amerika, Trump O'rta Osiyo Cumhuriyatlarining 5 lideri bilan so'zlashyapti masalan. Onun da avval Xitoy apırıp sözleşti. Hatta Xi Jinping'in kendinden mağdığı hammasi 80. yıllık nimene Yaponga qarshi urushning nimasi deb Xitoy qildi-ku. Shu vaqtda da u Cumhuriyetning adamlarim bor-ku kendi mağda viloyatning valiylaridek mağda. Endi onundan keyin Trump chaqirdi. Endi bu bizning tekrar shu yangi dunyo tartibida hamda yana shu bizning jo'g'rafiya halqiliq rol o'ynaydigandek qiladi shu mening tushumda. Nayt halqiliq rol o'ynaydigandek qildi. Shunga Uyg'urlarning beşir kelayotgan monji kulpatmi meningcha shu strategik o'rnimiz bilan munosabatlikcha bizning. Shuning uchun hamda hozir hamda bir Xitoylarning dushmani bir Uyg'urlar emas hozir. Xitoy biz tarafdan Yaponiya bilan, Koreya bilan, Vyetnam bilan atrofidagi davlatlarga xiris qiladilar. Hindiston bilan hali nimasi bor. Xitoy hozir hamma yerga hozir shiltin etiqliqda hamda terisiga patmoqliq hamda. Xitoyni bu yaqingacha nayt yumshoq nima deb qaraydiganlar bizning vatanda ijro qilgan kamplar vahshatni ko'rgandan keyin bularning niyati asli manda ekanda endi Xitoyning moyitini kengaymichilik niyatining borlig'ini
Endi bildi. Bire bizning Uyg'urlarda shu 2017dan 2023gacha elib berilgan qattiq bostirishda ko'rdi dünya. Birleşken Devletler Teşkilatı mı, dünyanın nurgun demokratik devletleri mi bunun karşı bayanatlarını verdi üzen bilse. Bu kadar Uygurlarning meselesi xalqaro kun tartibga bu kadar yuqori darajada kelmagandi. Bu Xitoy bu resimni qilish orqali nima qila olaysan sen? Bu mening ichki ishim deb bu jinoyatni ishladi hamda. Ishlagandan keyin bu xalqaro Xitoyning mohiyatini ko'rdi. Yana birisi Xitoy shu bir yo'l bir belbog' degan nima bilan o'zi shu nurg'un davlatlarni iqtisod orqali nima orqali u yerninki qurilish aslalarini o'zi qilib berish orqali bu davlatlarni ovozini chiqarolmaydi holatga akab qo'ydi shu hozir. Munqariz qilib qo'ydi bularni. Og'zini ocholmaydigan holatga akab qo'ydi. Yana birisi Xitoyning Afrikada elib borgan siyosatimi asta-asta Xitoyning kim tajovuzchi va zolim yuzini ul davlatlarni ko'rgin turdi hozir. Unda olganda desem bayan degandek bu Xitoy dialogni emas biraz nimani tanladı-da şiddetni. Bu mesela bu texnik bunda terakki qilgan vaqtida bu Uyg'urlarga shunchola nimani qildi. Xalqaro bunga tepki ko'rsatgandan keyin endi yana bir usul o'zgartirib Uyg'urlarni bir qismini chaqirib kelinglar deb yani hech bo'lmagandek u yerda usul o'ynab qarasang ko'rgansiz sarangladek maydon usul o'ynaydi ekan. Bu qanday gap bu? Bu Xitoy hamda mush orqali insonlarni taklif qilib yani dunyoni aldash siyosatiga chiqdi. Chunki Xitoy dünyanın nimisinden bazı keng siyasetlerden faydalanıp dünya ticaret örgütüge kirip özünü oңшып aldı. Amerika yakınғы Xitoyga taraqqiy qilayotgan davlat deb nurg'un iqtisodiy yordam berdi. Xitoydan kelgan mollardan bajanmidi. Yaponiyami nurg'un texniklarni, mablag'larni soldi. Bunu asli bu Xitoyni shunda kuchlantirib qo'ydi endi bular. Şunun için hem de Xitoy ham bu nim qilgandan keyin Uyg'urlarni ijro qilgan siyosati bu shiddat nimasi hem de dünyanın tepkisini çekti degan. Şuna bular men yani şunu demekçi 20. asırda 19. asırda ve onundan burunqi ta ki şu talas urushigacha hatta onundan burunqi g'ollag'icha barsang qara g'ollar qachon bizning vatanimizni qo'ldan berib qo'ydi, g'ollar yo'qolib ketdi qara. Ko'ktürklarmi shunda bo'ldi, Uyg'ur davlatimi shunda bo'ldi. Ya'ni bizning vatan her jihatdan strategik ahamiyati bor bir yer bu. Shuni bu Xitoylar bu yerda tug'sa, Xitoylarni hech qanday kuch bu yerda to'sab qololmaydi hamda. Shuning uchun tarixdami talas urushdan keyin bir qo'g'li o'tibdigan bularni. Uningdan burunmi G'ollar vaqtida bularni keyin Mo'ng'ullar vaqtidami shu ichigilab sulib o'tibdigan. Ammo keyin bular tekrar hozir o'tirg'i chiqib bu nima qilyapti. Hamda dunyo hamda shu dunyoda shu tinchlikni nima qilsa, masalan, hozir g'arbcha yashayotgan davlatlarda demokratiya bor. Har qanday odamda nima yo'q. Yevropada erkinlik, demokratiya asosan 2. Dunyo urushidan keyin hali nima bo'ldi-ku hozir. Yaxshi bir yerga keldi demokratik jihatdan. Ham bu dünya bunun qarab yuzlanganda Xitoydek bir komünist parti, bir partininki boshqurishida shu Osiyoning 9.600.000 kvadrat metrdan ortiq bir zaminni bir diktator hokimiyatga tutqizib qo'ydi-da bular. Yani ki bizning vatandek strategik ahamiyati muhim bir yanimi shu vaqtida Xitoyga nima qildi? Keyin Xitoyninki bizning vatanni qonunan bizning tuprog'imiz deyishiga shu Xitoyni Birleşken Devletler Teşkilatı'na qabul qilib, har qaysi davlatlar bilan diplomatik munosabat qurgan vaqtda Xitoy
Oş tashqi siyosatda 5 prinsip deganni tengib hammasiga tuproq butunligi, ichki ishlarga aralashmaslik degan narsani butun Xitoy bilan demokratik devletler olsun, başka dünyadaki devletler Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatgandan keyin Xitoyning aş şartini qabul qilib o'rnatgandan keyin bizning vatanni bu benim ichki ishim, bu bizning tuprog'imiz, bizning tuproq butunligimizga sen nima deb mudoal qilsa deb manda qo'g'datdi xalqaro o'zini-chi. Amaliyotda bu Xitoyga mush fursatni berib qo'yganlar hamda o'z vaqtida shu Xitoyni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga olib kirgan Amerika va uni qo'llagan g'arb davlatlari. Ya'niki 5 doimiy. Hamda hozir Birlashgan Davlatlar Tashkiloti haqiqiy manda rolini joriy qildirilmayapti. Chunki dunyoning hamma yerda nurg'unlagan meseleler var. Bunun tuzga hal qilinmayapti. Qaysi davlatning nimasi bo'lsa shu odatdagi nimalarda manda nima qilgan bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir davlatni qilgan yo xato siyosatidan yoki qilgan so'yqirimdan dolayı jazolaydigan bir kuchi bormi? Yo'q. Hiçbir kuchi yo'q. Unda bo'lganiga bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın rolünü cari kıldıranmadı. Hazır dünya şunda bir kalayım kançılıkka karab mangdı. Şu an yeni bir dünya tertibi ornutup Asya'da mı xuddi Avrupa'ya okşaş demokratik huzur ve barış içerisinde özüre inak hoşnudarçılık içinde hem adam özünün tıpırgıda ör ve erkin yaşasın diyen bir ne eğer amalga oshira olsa, Xitoymi o'zining ziminiga chekilsa, Sharqi Turkistondami Uyg'urlarning mustaqilligi amalga oshsa, andan keyin bu Osiyoda menimcha bir demokrasiyani bir nima deymiz, inson haqlarini kapolatga ega qilgani bo'larmiki deb qarayman. Bo'lmasa nima yo'q. Ammo dunyoda sen bayon deding-ku, hem bu Xitoy bütün dünyaya hırs qıbatıdı. Onda olganı ki yanımı şu bir devletler bizning meselemizge nim qılamadı. Menimcha devletlerinin menfaatiga uygun kelsa o devletler qılıdı. Hem de mesela hazır Xitoy hammasi tehdit ulatgandaki birden bir Amerika'nın g'arb devletleri Uyg'urlar Xitoyga qarshi ayada bir qaladek çin tuğandaki Xitoy Uyg'urlarni azırak yöleydiğen olanın gipini kıysilam Xitayla Uygurlarına besimini arttırdı. Hem şeyde Uygurlar hem de yanamı şu Xitay'nın kengeymiçiligini tozup dünyada Asya kıtasında bir teniş bir vaziyetini yaratish uchun bir fursat deb qarayman men. Buni cho'ng davlatlarmi balki ko'rib yetgan bo'lishi mumkin. Agar bu yerda strategik xato yapsa yana o vaqtida bu Uyg'urlarning beshirkagini boshqalarimi, qo'shnilarimi, hatto G'arbiy Turkistonliklarimi, diğer rayonlarimi kelishi ehtimoli bor-ku hamda. Agarda Xitoylar Tayvanga kirib, u bo'g'ozlarni olsa, Amerika'nınki, Yaponiyadagi, Koreyadagi shu taqim orollari bor-ku, shu Janubiy dengizda. Hammasidan quruq qoldi-da u vaqtda. O vaqtida onda Xitoy atrofdagi bütün davlatlarni boshqurish fursati bo'ladi. O vaqtida Amerikaning hamda dunyo siyosatidagi ta'sirimi asosan oxirlashdi degan gap. Shunga bu Amerika uchunmi hayot mamatlik bir masala hozir. G'arb davlatlari uchunmi shunda. Ama bu yerda bir yeri bu Amerika va g'arb davlatlari Rossiya bilan Xitoyga teng hujum qilgachqa bu ikkisi ittifoqlashyapti. Pardon. Chunki bu menimcha o'z vaqtida Amerika Xitoyni yeniga tortib Sovet ittifoqini parchaladi-ku masalan, azizlashtirdi. Ham bu yerda bu Amerika bu ikkilisini hazır Rusya bilen Xitoyni hatta Shimoliy Koreya va bularning orasida. Bularni birlashtirib qo'yadi-da. Menimcha bu rayonlarda stratejik o'rtak
ittifaqlık kuralaydigan devletler bilen hemkarlaşış gerek. Mesela Trump'nın yakında Orta Asya devletlerinin başlıkları bilen görüşüşü bir yerde Xitayning kengaymichiligiga qarshi o devletlerge belki bir ümit berishi, moral berishi mumkin. Çünkü eğer Xitay Garip devletleri yoki Amerika bo'lmasa, o rayonlarni asallam yutib olaydigan darajada hozircha. Bundan keyin nimada Uyg'urlar yani şu halkılık bir Uygur zimini halkılık bir rol oynaydı deb qarayman. Bir yerde ya muş tarihi fursatda biraz aklı başında yani biraz yetilgen hakiki vatanperver xalqni himoya qiladigan bir xalqni hammasini ittifoqlashtirib atrofdagi qo'shni davlatlar bilan inoq o'tib aşağıda bir demokratik yaxshi bir davlat dünya bilan tinchlik ichida birlik nima qiladigan menda bir devlet qurilsin desa menimcha shu vaqtida hamda Uyg'urlarninki ichida hamda haqiqiy vatan millat deydiganlar tarix sahnasiga chiqadigan vaqt shu vaqt keladi. Agar u vaqtida yana shu 40-yillardagidek 11 bitimni imzolagandek keyin nimaga ham vatanni satgan adamlar yana nima qilib qolsa balki hozirgi zulmsal ya bir azligan bo'lib haqlar berib kelalaydigan bo'lib yana bir sal yumuştup qo'yib andan keyin yana bir qatim andan tamamen qirib tashlashi mumkinda. Çünkü o'z vaqtida Mao Zedongning adamlari kelgandagi ahvol qara başta anda yardım kılımız akıllı kökülü dedi. Keyin asta bizning adamlarimizning yerini tatib oldi. Milletçi, vatanperver, münevver adamlarimizni o'tadi. Anandan keyin Deng Xiaopingning vaqtida sal bo'shatgandek oldi. Anandan keyin mana hozir Sheyxanban chiqib, manasini ko'z tutadi-ku. Bu ahvol shunda. Shuni men ham birdan bir yo'l Osiyoninki, Avrasiyoninki tinchligi va dunyo tinchligi uchun Uyg'urlarninki aşağıda müstakil bir demokratik bir devlet qurilishi hammamiz uchun dünya tinchligi uchunmi Avrasiya uchun hammasi uchun bir foydali deb qarayman. Shuningga g'arb davlatlarimi o'ylashyotganda Uyg'urlarning ichidami hozirgidek Cingizxon o'tamaydigan hali qandaq quruq pok odamlarni emas, bularni kim qandaq beqiyotidu kim sahnede tutuvadı bunu hemimiz bilimiz demisek mi hemimiz taraz kılımız bu. Uygurlarınki hakiki yetilgen uğa adamları mıcık çetelde xelicik. Amında akıllık adamlar bir yer kese amında bir bizim manda tayarlığımız var dese bu teximi yaxşı buldu asallaşıdı. Bu mesela yani bir devletinin kulu olab hamda. Ya bu mesela şu Xitayning şu ezgen peti ezip Allah korusun da ondan işladın. Bir tarihi fırsat kilvatıdı deb qarayman yani. Şunu bundan keyin hem şu milletning akıl parasti eğer müşahede bu kadar xarlanıp toq muş qatim fırsatni bo'lsa-mu bir qo'ldan bameyli diyalsek bir ümit bor jasorat. Yani shunda bir-birimiz bilan ziddiyatlashib birisi nim qilib qilsa menimcha Uyg'urlarning o'ziga qo'yib bersa bir yerdan bosh chiqarolmaydigandek qiladi. İşte o kaldı hazır. Shunday qildi. Ammo bir davlatlar o'zining manfaatini o'ylab to'xtab turadi. Uyg'urlarni biz bir adam qilib biraz yaxshilarni bir yerga kelib bir ma'qul bir saviyada bularga bir yo'l ochaylik desa, shu vaqtida senmi bizmi hammamiz xotirjam nim qila oladigan mushlar mana haqiqiy durust odamlar, ular haqiqiy vatanparvar deb ashuni ko'rsa Uyg'urlar yana shu G'o'ljida qilgan inqilob butun xalq qaytilib ketdi-ku. Xotandimi, Qashqardimi inqiloblar xalqning nimasi bilan bo'ldi-ku. Xalq hozir ümidsizlik ketib qoldi-chu. Çünkü bek xalqni jiq oldi verdi. Şuna hozir xalqda bir xil ümidsizlik, ishonchsizlik bor. Uyg'urlar bir narsa qilolmaydi. Ham mumkin emas. Endi tugash tuqlaydigan Uyg'urlar jiq hozir. Shuning uchun bu ümidsizlikni qiradigan insonlarni nima qiladigan bir nima kerak? Bir yo'l kerak. Ham buni shu
taraqqiy qilgan cho'ng davlatlar ham o'zining manfaati uchun hamda shu O'rta Osiyo Cumhuriyetlerining shu Avrasiyaning tinchligi uchun menda bir o'ylasa shularning himoyasi va yardım bilan bir natija olamki deyman. Ha, Ümidimizni kesmeyimiz hem de bu qattiq qarlib etdi, ama men bular bilan dialog qurayli, biz so'zlashayli, bundami qarlib etmanglar, bunda yolg'on tarixlar bilan bundan biz nim qilmanglar, ya'ni biz qo'shni bo'lib turimiz desak, bu gapimizni anglamadi bular. o mümkün emas, onda gaplar Mümkün emasga, biz yaqinmi kelmaydi ekan, adam qatardim ko'maydi ekan. Unda bo'lgandiki hamda boshqa nima yo'l bor desang, shu cho'ng davlatlarning manfaatiga berib taqildi. Hozir ham nurg'un davlat bu Xitoyning yilmikir tuzoqlarini ko'rdi-chu, qazga bug'ab, ularning qurilish aslalariga cho'ng milyar dollar yordam berib, bularning hammasini oxiri siyosiy ishlarga aralashib, ani demaysi, mani qilmaysi deb bularni kontrol qilgan tuğandan keyin hamda shu cho'chib qoldi bular. Ama O'rta Osiyo davlatlari o'z oldiga hech nima qilolmaydi. Ama bu Rossiyaning bundan keyingi tavri qanday bo'ladi, bu muhim masala. Chunki mayli birinchi jumuriyatda bo'lsin, mayli ikkinchi jumuriyatda bo'lsin, bu Rossiyaning shu vaqtdagi davlatlarning mayli Sovetlar davridagi hamda qilgan ish hamda uni haqiqatan da biz nima qildik? Bularning ziminiga berisib kirdikmi? Nima uchun bu qadar Uyg'urlarga bu nimani qotilning oldiga qo'l putimizni bog'lab, ko'zimizni etib tashlab turdi. Ham bu o'shanda bir fojialik bir tarix ham. Bundan keyingi nimada hamda Rossiyaning nimasi nim bo'ldi? Chunki men o'ylayman, O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz hamda azroq bo'lsin bir nafas oldi. Hech bo'lmaganda bir davlati bor, Birlashgan Davlatlarga a'zo bo'ldi. U yerda hamda anda bo'lgandan keyin hamda Ruslar kelib yana bizni besib berish ehtimoli hamda yo'q deb qarayman men. Balki tarixdagi xatoligini shu qaytam hech bo'lmaganda haqiqatni qo'llab o'z vaqtida shunda bir aldamchilik qilgan bizning nimamiz, shuningda fojiada bizning nimamiz bo'lgan, hamda biz kechirim so'raymiz deb, hamda shuningda bir jim turib bersinmi, ya'ni cho'ng ish qilmamda. Chunki Rossiyaning Uyg'urlar umurunda yo'q menimcha. Hamda u Rossiyaning ichidagi qarindoshlarimiz, tatarlar bo'lsin, boshqalar federatsiyaning ichidagilarning qanchalik Uyg'urlarga esdashlik qildi o'sanchi. Mustaqil bo'lganlar qilmavadi tuzuk, ular qanchalik qildi. U xalqdan endi bir narsa kutmaymiz. Biz faqat shu g'arb davlatlari, bular Amerikadagi davlatlar hamda yangi dunyo tartibida Uyg'urlarni bir qo'llasa, shular bilan shu vaqtda yana hamma nimani berib etmay, tampon o'zaro bir-birimizga manfaat yetkazgan asosda shu Uyg'urlarning bir qaddini ko'taradigan bir ishni qilish kerak deb qarayman. To'g'ri. Hozir mening paranglashgan do'stlarim, tanishlarimning ishini ko'pincha shundoq bir orzu umid o'tirdi. Hamda hayotli bo'lsak, umidda yashaymiz inshaalloh. Bizga bu quyosh nuri parlaydigan kunlar kelar, bunda ketib emas. Varismaldan shunday qilib bu shu qismliq programmada hali jo'q savollarga javob olgan bo'ldik, ammo tabiiyki bu savollar tugamadi. Bu programmalar ko'rsatilgandan keyin yana do'stlarimizdan, ko'rguchilardan nurg'un o'xshamaydigan savollar tushdi, unga ishonaman. Bugun vaqt berib qolibdi, hozircha damab turing. Tug'in men yana avval qilishim mumkin sizni, yig'ilib qolgan savollarni oldingizga tashlashga tirishman. Vaqtingiz bo'lsa, siz doim oldirashgansiz. Vaqtingiz bo'lganda mushtaq biz tarixchimizdan tariximizga va hozirgi holatimizga oid savollarga javob berishga tirishamiz. Bugun yana vaqt chiqarib programmaga qatnashganingizga ko'p rahmat Varismaldan. Yana bir qatim ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr, Allohga emanet.
Hoş, Allah'a emanet. Hoş. Biz işleyen videoga qiziqgan do'stlarning samiga. O'sha yaqindan az bo'lmagan qarindoshlarim menga ayrim xat yozib yoki telefon qilib, men yaqinda ishlagan videolarimni topolmaganligini va yordam qilishimni so'radi. Men ularga ayrim avatib bergan bo'ldim, ammo bu to'g'ri usul emas. Chunki birsi mening vaqtim ketadi, birsi sizlarning videolarni tepishinglar qulay bo'lmaydi ekan. Bunun bir oddiy usulini bilgan qisqacha so'zlab o'tsam, bu nimani ochgandan keyin YouTube'ni ochgandan keyin YouTube'ning bosh beti ochgandan keyin bu nima yozilgan yeri bor, search, ya'ni izlaydigan yerga kirib ismimni yozsanglar da bo'ldi qarindoshlarim. Ya'ni Jasorat Umid deb yozsanglar tizimlikda chiqadi ismim. To'g'risi, birisi uyini to'qabdi. Umid degani bossanglar, meniki nimam chiqadi. Ya'ni YouTube'dagi kanalim chiqadi. Men ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni tepishga qulay bo'lsin uchun mushaga jo'g'lab qo'ydim videolarni. Bu yerda mana bu J belgisi yoki ismimni cheksanglar, meniki to'r betim, YouTube to'r betim ochildi. Bununla dikkat qilsanglar bir qancha sahifa bor. Masalan, eng yangi ishlangan videolar shu to'pida bor. Masalan, Varis muallim bilan ishlangan tarixga oid videolarimiz shu yerda bor. Bununla boshqa temalar aralashib qoladi ba'zida. Onun uchun ko'pchilikning ayrim temalarda biz ishlagan videolarni tepish qulay bo'lishi uchun, masalan, tariximizga nazar degan temada maxsus shu Varis muallim bilan ishlagan videolarni mushaga jo'g'lab qo'ydim. Bu yerda ko'ringani 5, agar davomini desanglar, bossanglar, uni oxiri chiqadi. Hammasi play all degani hammani qo'y deganini bossanglar, shu boshdan tortib, shu birinchi qismini tortib hozirgacha ishlangan qismlar hammasi to'liq qo'yildi. Undan boshqa bizning kanalimizda qani 240 yaqin video borki, hammasidagidek biz o'zimiz ishlagan videolar. Bularning ichida masalan bir inqilobiy hikoya bor, masalan Qora Uyg'urlar. Bu asosan ilgari nimada tarqatilgan, YouTube'da tarqatmagandik, WhatsApp'da tarqatgandik. Keng ko'lamda tarqalgan hikoya. Mushuni izlab shurganlarmi borki, o'sha qarsanglar mana Qora Uyg'urlar degan ayrim temada buni qo'yib qo'ydik. Ammo o'ng tarafni cheksanglar davomi chiqadi. Va yoki boshdan hammani anglayman desanglar, oddiy play all hammani anglaydi deganni bossanglar, butun shu videoni, shu Qora Uyg'urlar hikoyasini anglab chiqalasizlar boshdan oxiri. Ammo ostida boshqa masalan eng hozirgacha eng ko'p ko'rilgan videolar degandek nimalar temalar bor. Demakki, bizning videoga qiziqadigan qarindoshlarimiz mana bu yerga kirsanglar, shu usul orqali hamma videolarimizni topa olasizlar. Ondan boshqa agar bir yangi video ishlanib qolsa, darhol menga xabar kelsin desangiz, uni yo'lini bekma oson. Bu yerga kirib, mana subscribe, ya'ni abone bo'l degan yerni chekib qo'ysangiz, bundan keyin bizning kanalimizga yangi bir video yuklansa, sizga darhol uqtirish keladi. YouTube'ni ochsangizlar, boshpatda ko'ra olasiz biz yangi qo'ygan videolarni. Bizim o ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni ko'rish qulay bo'lishi uchun bundan keyin muhim deb qaralgan videolarning hammasini shu kanalga qo'yib qo'yamiz. Shunga oddiy usul mishaga subscribe, ya'ni abone bo'l deganni chekib qo'ysangizlar, menga telefon qilib xat yozib avara bo'lmaysiz. Mishadillah hamma biz ishlagan videolarni topa olasiz. Rahmat ko'pchilikka.